yana bir tong otdi. Salom hammaga do'stlar. Bugun yana ana shu qishlog'imizda yashashni davom ettiramiz. Bugunchalik biz medalga kirib, medalga birinchi bo'lib kirmayman, chunki men hozir sotuvchini oldida to'tlab kelib qo'yganmiz. Mana Hey! Kimsiz? Kimsiz? Hey, kimsiz? Kimsiz? Gapira olmaysizmi? Nimaga? Bunda chatga yozingchi. Hey! Yozing bu nimalar deb. Bular men o'qiy olaman. Maktabga kirgan bo'laman. Salom do'stlar, sizlar bilan yana Ozod Craftuz. Bugun yana yangi video boshladim, lekin bizning qishlog'imizga qanaqa noma'lum o'yinchi keldi. Menga zombilar hujum qildi. Qanaqasiga zombilar hujum qiladi? Qayerdan keladi o zombilar? Ha? Qayerdan masalan, qayerda zombilar hujum qiladi? Mashhadammi? 432-qishloqdanman. Ana shu yerda qishloq, ana shu tarafda qishloq zombilar, ana shu tarafda qishloqda zombilar hujum qilyaptilar. Unda biz ham tayyorlanishimiz kerak, shunaqami? Hop. Bu o'yinchini bilmadimmi, lekin juda tanimayapman. Yo'qmasam ko'zimga sik ko'rinyapti. Egalami tikimni o'zgartirdim. Mana. Madallar deb yozyapti. Bu yerga ham keladi. Hop, unda bu ham keladigan bo'lsa, biz devorlar qo'shishimiz kerak, to'g'rimi? Shunchalik yomon bo'ladigan bo'lsa. Bu yerda yo'q qilish mumkin. Unda men hozir menga xabar berib chiqay, men bizni qishlog'imizga zombilar kelyapti. Anglama. Mana yangi o'yinchi yozyapti-yu. To'g'risi, yozyapti. Ana ishonmasangiz bilmalar deb ko'ring. Anglama deyapman men senga. Qanaqa o'yinchi kelyapti yana qishlog'imizga? Mana o'yinchi keldi. Bu kim bu? Bilmadim, qanaqasiz zombilar hujum qilyapti deyapti. 437-qishloqdanman deydi. Salom. Ana 437-qishloqdanmisan? Unda biz tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Hozir 2 o'yinga kuzatib beraman. Qishloqni nimalar qilish kerak, atomlarni o'rganish kerak. O'yinni bilasizmi deyapti. Bilaman. O'g'lim ana shu qishloqda yashaganman men. Unda biz boshlaylik-a, qishloq qurishdi. To'g'rimi? Boshlash. Unda yaxshi. Ketdik. Tezda boshlaylik qishloq qurishdi. Tezda biz bloklarni nima? Meni qishlog'im yo'q bo'ldi. Qanaqasiga? Haqiqatdanmi? Bilmadim. Noma'lum o'yinchi bizni qishloqqa kelyapti. Kelishi bu juda ham yomon. Xo'p, mayli, unda biz hozir qishloq kreativda olib video davom etamiz, to'g'rimi? Unda yaxshi, ketdik. Xo'p, bola, biz kreativda oldik. Endi boshlaymiz va bu joylar tezlashtiriladi. Sin pero, sin pero, sin pero, sin pero.
Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só por atento. Ela desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile, é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não bate a razão. No batidão, só por tentação. Ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, Nima bo'ldi? Davay, boshladingmi uni? Nimadir? Nima yana? Voy tok. Kliplar portlamaydi. Kelishdimi? Voy ketdi unda. Da. Tez qanula. Voy dod. Buzib ketishyapti. O'tay. Bu zombilarda qaysi kimlar? Ketdik, pastga tushib dakasini jang qilamiz. Ketdik. Bizni o'q yo'q deyapti. Voy. Yordam. Nima bo'lyapti? Onalaring nima gör? Zo'r. Men jon saqlayapman. Bak, yes. Nima bo'lyapti axir? Nima bo'lyapti? Ma. Onay nima gurlar? Bomba cho'kilab atdi. Ben cho'kib ketdim. Onayni. Ben kuyiblayapman. Da go'limlar chiqarish kerak. Tezroq. Ketdi, go'limlar chiqaramiz. Qani? Yo, bedoz o'tsam yiqilchaman. Oho! O'ta katta portlash bo'pti. Bizni bu qishloqda qaydan keldi bu shuncha zombi? To'ri yo'qol. Qani o'zi go'lemlar? Tezroq bushimiz kerak. Meni devorlar juda ham ko'p. Shuncha qilgan mehnatimiz. Ashuncha zombi deb yo'q bo'lib ketsa. Chiqamiz. Nega bo'lmaydi bu? Narvon. Golemlar chiqarish uchun ancha vaqt oladi. Zombilar bormi?
Zombiler yok şekilli. Menimce yuttuk. Menimce yok. Biz aniq yuttuk. Bu arada jackpot yuttuk. Do'stlar. Biz g'alaba qozondik. To'g'ri bu videomiz juda qisqa bo'lishi mumkin, lekin biz videoni shu joyga tugatishimiz kerak, chunki biz juda ham ko'p voqealarga boy bo'ldi. Bizni qishlog'imizga yangi o'yinchi keldi va biz qishlog'imizni kuchaytirdik va ashincha zombilar bilan kurashib o'tdik. Hammaga xayr.